Hurmatli do'stlar, bu birinchi xonadon. Amin, amin, amin. Rahmat, rahmat. Namoz o'qiganda butun islomxonaga o'tinglar. Bo'lganimda ko'z yoshga kelyapti. Allohumma solli va sallim ala Muhammad va ala ali Muhammad. Hurmatli do'stlar, hammaga xayrli yakshanba. Mana 27-chisilu, bugun yakshanba. Juma kungi ehsonimizni yakshanba kuni qilyapmiz. Sabablari ulgura olmadik. Eslatib o'taman. Bu birinchi mashinamizda 15 ta xonadon, 15 ta xonadonga qilingan produktni yo'lda ikkinchi mashinamiz ham kelyapti 15 ta. Bu ehsonlarda, ya'ni bugungi ehsonimizda bironta produktni, ya'ni bizani yoki meni nomimdan yoki jamoamiz nomidan olinmagan, hammasi sizlar kecha kartaga tashlagan pullardan olingan. Biz o'zimiz ehsonlarni to'xtatganmiz. Shunaqa gaplar, ba'zi savollarga ko'ra. Shunaqa gaplar, birinchi xonadon ko'rib turibsizlar. Bugun kechgacha shunaqa mehnat xizmatda bo'lamiz do'stlarimiz bilan. Qani ketdik. Ko'pchilik odam bor deb aytishdi. Ko'pchilik odam bor deb aytishdi, adashmasam. 3 ta bola. Sizdan tasavvurlamisiz? Sizga bu ozgina ehsonimiz bor edi. Mana olib keluvdik. Anaqa ro'yxatda bor ekansizlar. Kam ta'minlangan ro'yxatda adashmasam. Yaxshimisiz o'zingiz? Bolalar nechta? Bitta qiz, bitta o'g'il. Ha. Kecha bo'lgan. Barchadan? Jannatga yotib qoldi-da shamollab. Ha. Sizga zo'r bozorliklarni qilib keldik. Bu bizni Instagramda obunachilarimiz bordi, do'stlarimiz. Shularning nomidan qilingan bozorlik. Sizning shunga bizni emas, ularni duo qilib qo'yasiz. Vaqtingiz bo'lsa, kechki payt bir taom, yaxshi taom, osh pishirib, go'shtlar hammasi bor. Taomni pishirib qani olmang. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Jamilaga baraka bersin, ishlarini ochsin. Rahman shunchalik baland hadiyalar. Yani hikmatim boy bo'lsa, shu o'g'limga pulga sog'lom shu bola qolib, mana shunaqa kasal bo'lib qoldi. O'zi ham shunga yordam bersanglar, shuni ham qoldi. Keyin olmayapmiz. Nima? Hali bilmaydi. Miyasiga kista bor deyishdi. Yig'lamang. Biza yig'latish uchun, xursandchilik ulash uchun. Xursand bo'lganimda ko'z yoshga kelyapti. Mana shunchalik kelganingiz uchun Allohim rozi bo'lsin sizlardan. Tarihiga shukr. Umrimizni olsin. Produkt olib keldik sizlarga. Barcha bundan amroq bo'lsin. Qo'ychuz yo'q, bitta o'zimdan ishlayapsam, ishlamayman, pul topaman desam, xo'jayinimga qarashga odam kerak. To'laydi o'pgan suvni oldirib, teshib qo'yishdi, qoringa o'tib ketdi. Qorin 4 litr suv. Aziz akamiz bizdan yubordilar. Hadi duo qo'yar ekansiz. O'ylagan niyatingdan Allohim ortig'idan bersin.
Aziz akamiz borlar bizani akamiz. Aziz akamiz yubordilar bizani sizni oldingizga. Baraka topsin, sog' bo'lsinlar. Salom aytyordilar, ko'rib kelinglar xolam dedilar. Shuning uchun duo qilib bersangiz bizani. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Doim sog' bo'lib yuringlar bolalarim. Baxtli bo'linglar, omadinglarni bersin. Shuncha hadya qilsizlar. Omadinglarni berib, sog' bo'l. Azizmi? Ha, aziz akamiz bor. Azizlar ish kelganida kechasida chiqiydi. Baraka topinglar, baraka topinglar. Voy, birov xursand bo'ladi. Bo'lib nima qilardilar? Yo'q, unaqa demang. Bizani duo qilib bersangiz bo'ldi. Ilohim, tinchlik, xotirjamlik bersin, hamisha yaxshilik bo'lsin. Bola qazolardan asragin, Xudoyim, yomon ko'zadan, yomon so'zlardan asragin. El yurtimiz tinch bo'lsin. Bolalarimiz omon bo'lsin. Ne orzu niyatlar bo'lsa, shu orzu niyatlarimizga erishib, gullab yashnab yugurib yuring, Xudoyim. Allohim